Ich qotishi oddiy muammo emas, bu ichaklarni sizga yuborgan signali. Qanday qilib tabiiy yo'l bilan ichaklarni harakatga keltiramiz? Mana ich qotishga qarshi eng samarali 7 ta mahsulot. Avokado sog'lom yog'lar va kletchatkaga boy, ichaklardagi najas massasini yumshatadi va ichaklarda oson harakatlanishiga yordam beradi. Javdar noni va suli yormasi ovsyanka eriydigan kletchatkaga boy, ichaklarda jeli hosil qiladi, najasni hajmini oshiradi va uni oson suradi. Qaynatilgan lavlagi ichaklarni tozalaydigan tabiiy cho'tka, yallig'lanishga qarshi va yumshatuvchi ta'sir ko'rsatadi. Quritilgan olxori, kuraga, sorbitol, kletchatka va yumshatuvchi moddalar manbai u tabiiy laksativ sifatida tanilgan. Bodring, suvli sabzavotlar, ya'ni suv miqdori ko'p bo'lgan sabzavotlar najasni qattiqlashidan saqlaydi. Zig'ir urug'i juda ko'p kletchatkaga boy, uni iliq suvga solib ichsangiz, ich qotishini oddiy va samarali yechim bo'ladi. Suv noto'g'ri eshitmadingiz. Oddiy ichimlik suvi ham eng muhim laktasiv sifatida baholanadi. Hattoki oddiy kletchatkalar ham suvsiz ishlamaydi. Har kuni ovqat tarkibida kletchatkani oshiring, ko'proq suv iste'mol qiling. Agar sizda ich qotishi 3 haftadan ortiq davom etsa, endi uni davolashni talab qiladi. Surunkali ich qotishi bu ichki kasalliklarning yashirin belgisi bo'lishi mumkin. Ich qotishini gapirish uyat emas, uni o'z vaqtida hal qilmaslik xavfli. Gastroenterologga murojaat qiling. Bu videoni doim ich qotib yuradigan do'stlaringizga yuborib qo'ying.